Sen qalbingni to'g'risiga bir qator gap yozib qo'yishing kerak. Seni kuning faqatgina mana shu kuning. Ertangi kun emas, kechagi kun emas, ayni bugungi kuning. Mana shu gapni birodarlar, ertalab turib, ko'zimiz birinchi tushadigan joyga katta qilib qizil harflar bilan yozib qo'yishimiz kerak. Bugungi kun meni kunim. Bugungi kunim bilan yashayman. Birodar, bugun issiq yumshoq mazali nonni yeding. Kecha qattiq po'panak non yegan eding. Endi bugungi issiq noningni kechagi po'panak non bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yoki ertaga keladigan qattiq non bugungi yeyotgan noningni bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yo'q. Agar bugun zilol, tiniq va mazali suvni ichayotgan bo'lsang, nima sababdan kechagi ichayotgan loyqa suvingga qayg'urishing kerak? Ha, kechagi kun zarar ko'rding, ketdi. Bugun foyda qilding-ku. Agar birodarlar mana shu tasavvurni, mana shu o'lchov tushunchani qalbimizda mahkam o'rnashtirib olsak, siz bilan bizni shiorimiz mana shu bo'ladi. Bugungi kunim bilan yashayman. Bugun tinchman, bugun sog'man, bugun boshimda tomim bor, bugun qornim to'q, bugun oyoq qo'lim ishlayapti. Alhamdulillahi robbil alamin. Eng baxtli odam menman. O'tib ketgan kechagi kun bilan emas, hali kelmagan ertangi kun bilan emas, shu kun bilan. Shunda bugungi kuningizni har bitta lahzasini g'animat deb bilasiz, birodar. Shunda o'zingizni yuksaltirishga, amallarni ko'paytirishlikka va ularni xolis bo'lishiga haris bo'lib qolasiz, birodar. Shunda aytasanki, faqatgina pokiza so'zlarni gapiraman. Lag'u behuda so'zlarni tark qilaman, fahsh so'zlardan uzoq bo'laman, so'kinish g'iybatlardan, namimalardan uzoq bo'laman. Bugun hamma ishimni tartibga keltiraman. Palapartishlik yo'q, eplamachilik yo'q, ko'zbo'yamachilik yo'q. Kitoblarimni tartibga keltiraman, ish stolimni tartibga keltiraman, xonam, ishxonam hammasi tartibli bo'ladi. Usti boshimga qarayman, so'zlarimni, harakatlarimni tartibga keltiraman. Alloh yaxshi ko'rgandek go'zal bo'laman. Bugun Robbimga bo'lgan itoatda g'ayrat ko'rsataman. Namozimni eng komil suratda ado qilishga harakat qilaman. Nafil amallarni bajarishga, Qur'onimni go'zal tilovat qilishga, kitob mutolaa qilishga, vaqtimdan unumli foyda olishga harakat qilaman. Bugun qalbimda yomonlik, bug'zi adovat, kibri havo, hasad va yomonlik gumonlarni, tomirlarni sug'urib tashlayman. Bugungi kunim bilan yashayman. Odamlarga yaxshilik ulashaman, kasal ziyorat qilaman, janozaga qatnashaman, adashganga yo'l ko'rsataman, mazlumni yonida turaman, och qolganga ovqat beraman, olimni hurmat qilaman, yetimga shafqat qilaman. Bugun. Ey kechagi kun. Quyoshing botib yo'q bo'lib ketgandek sen ham yo'qsan. Sen bilan ovora bo'lib bugungi kunimni boy bermayman. Chunki sen bizni tark qilib ketding, endi hech qachon qaytmaysan. Ey ertangi kun. Sen hali yo'qsan. Sen g'ayb olamidasan. Shuning uchun sen bilan ovora bo'lmayman. Ertangi kun hali hech narsa emas. U yaratilgani yo'q. U hali zikr qilinadigan narsa emas. Ey inson, sen kechagi kunning odami ham emassan, ertangi kunning ham odami emassan. Sen bugunning odamisan. Seni kuning bugungi kuning. Hayotingni birodar eng yaxshi va eng go'zal suratda o'tkazishni xohlaydigan bo'lsang, saodat qomusining eng go'zal iborasidan foydalan. Bu ibora seni kuning bugungi kuning.